Poytaxt Ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan axborot texnologiyalari sohasida jinoyatchilikka qarshi murosasiz kurash olib borilmoqda. Xususan, Toshkent shahar Ichki ishlar bosh boshqarmasi axborot texnologiyalari sohasida jinoyatchilikka qarshi kurash boshqarmasi hamda Davlat xavfsizlik xizmati xodimlari hamkorligida o'tkazilgan tezkor tadbirlar davomida bir guruh shaxslar Mirzo Ulug'bek tumanida joylashgan uylardan birini ijaraga olib, u yerda kol markaz faoliyatini yo'lga qo'yishganligi aniqlandi. Ular fuqarolarga soxta qo'ng'iroqlar orqali firibgarlik yo'li bilan ularni aldab, mol-mulklarini talon-taroj qilish bilan shug'ullanib kelishgan. Ushbu jinoiy guruhda 2 nafar tashkilotchilar hamda 20 ga yaqin operatorlar faoliyat yuritgan. O'tkazilgan tezkor tadbir davomida gumonlanuvchilardan 15 mingdan ortiq fuqarolarning abonent raqamlari, shaxsga doir ma'lumotlari, giyohvandlik moddalari, 35 dona uyali aloqa vositalari, 10 dan ortiq plastik kartalar ashyoviy dalil sifatida rasmiylashtirib olingan. Mazkur holat yuzasidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 278 prim 4-moddasi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, gumonlanuvchilar qamoqqa olingan.